Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Albatta sizlarning Robbingiz taborak va taolo hayy va karimdir. Agar banda ikki qo'lini ko'tarib unga duo qilsa, uning qo'llarini quruq qaytargani hayo qiladi. Demak, birodarlar, banda yolvorib qo'lini ko'tarar ekan, labbe demaslikka Alloh uyaladi. Istig'for so'rasa, mag'firatini bermaslikka hayo qiladi. Tavba qilsa banda duo qilib, tavbasini qabul qilmagani hayo qiladi. Robbimiz bizni kechirishni xohladi, shuning uchun istig'for aytinglar dedi. Robbimiz bizni tavbamizni qabul qilishni xohladi, shuning uchun tavba qilinglar dedi. Robbimiz ijobat qilishligini xohladi, shuning uchun duo qilinglar dedi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan keltiriladi bu hadis, Abu Hurayra roziyallohu anhudan. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الفجر. Tunning 3-qismi bo'lganida, har kecha tunning 3-qismi bo'lganida Robbimiz subhanahu va taolo dunyo osmoniga tushib kelib, tong otgunicha tavba qiluvchi bormi? Tavbasini qabul qiling. Istig'for so'raydigan bormi? Kechiring. Hojatini so'raydigan odam bormi? So'raganini beray deydi, tong otgunga qadar. Mana tunning 3-qismida turib banda shularni so'rar ekan, Alloh bermagani hayo qiladi. Endi Alloh taolo dunyo osmoniga tushishligi o'ziga loyiq bo'lgan, o'ziga munosib bo'lgan suratda uni kayfiyati qanaqa bo'lishligini bilmaymiz. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Inson bolasi mushkulaga kirib qoladi. Shubha, gumonlar orasida qolib ketadi. Har tomondan xavotir, har tomondan muammo o'raydi. Mana shu paytda banda Robbisiga duo qilishligi kerak. Alloh taolo siz bilan bizga mana shu narsani buyuradi. Tavba qil, istig'for so'ra, hojatingni so'ra, men senga albatta beraman so'raganing deydi Alloh taolo. Chunki qo'limizni ko'tarib Parvardigor der ekanmiz, Alloh nima qilmas ekan? Quruq qaytarmas ekan. 30 yildan beri namoz o'qiyman, 30 yildan beri so'rayapman, bermayapti-yu. Yustajabu li ahadikum ma lam yastajil. Rasululloh aytadilar, shoshiltirmasanglarla duoinglar ijobat bo'ladi dedilar. Shoshiltirmasanglarla duoinglar ijobat bo'ladi. Qana qilib shoshiltiramiz ya Rasululloh? Sizlardan bittalar Robbimga duo qildim, ijobat qilmadi deydi. Mana shu shoshiltirgani bo'ladi. Endi ijobat bo'lmaydi. Mana shu hadisning sharhida ulamolar aytadi, banda duo qilar ekan Allohga, 4 ta narsadan bittasi albatta beriladi unga. Birinchisi so'ragani beriladi. Ikkinchisi so'ragani 2 barobar qilib beriladi. Yoki so'raganichalik musibatdan saqlab qo'yadi. Yoki oxiratga olib qo'yadi. Qaysinisini yutkazyapsiz? Hech qaysini. Qaysinisini yutyapsiz haqiqiy o'zi? Yashang. O'shuning uchun 30 yildan beri duo qilayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Bersa xursand bo'lamiz, lekin bermasa xafa bo'lmaylik, chunki kattarog'ini olib qo'yayotgan oxiratga. Ma'qulmi? Albatta Robbinglar hayy bo'lgan zot. Banda qo'lini ko'tarib duo qilar ekan, uni ijobat qilmasdan quruq qaytargani uyaladi, hayo qiladi dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Duodan nima qilmaylik ekan? To'xtab qolmaylik ekan. Hayo birodarlar iymondan bo'ladi. Ulug'lik Allohdan so'rashni chiroyli qilishlikda. Ya'ni nimani so'rash kerak? Uni rozi qiladigan narsani so'rash kerak. Siz bilan bizni unga yaqin qiladigan narsani so'rash kerak. Dunyo oxirat saodatini so'rash kerak. O'zini tanitishini so'rash kerak. Amrida mustaqim turishga tavfiq berishini so'rash kerak. Solih amallarga muvaffaq qilishini so'rash kerak va eng ulug' karomatni so'rash kerak. Ilmni so'rash kerak Alloh. Va qur robbi zidni ilma. Ayting, Parvardigor ilmimni ziyoda qilgin deb. Mana shu ziyoda qil degan kalima pulga nisbatan aytilmagan Qur'onda. Mansabga deb aytilmagan.
Faqat ilm deganda ziyoda qil deb so'ragan. Ma'qulmi? Ilmni ziyoda qil deb so'raydi. Astagfirullah va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Va siz bilmagan narsalarni sizga ta'lim berdi. Allohning sizga qilgan fazl va marhamati ulug' bo'ldi. Hamma so'raydigan bitta narsa bor. Nima u? Boylik, mol va dunyo. Musulmon ham so'raydi uni, kofir ham so'raydi. Ya'ni mana shu mol va dunyoni musulmonga ham beraveradi Alloh, kofirga ham beraveradi. Ammo mana shu mol va dunyo har doim ham bandani Allohga yaqin qilaveradimi? Yo'q, ba'zida uzoqlashtirib yuboradi. Haqiqiy mo'min nimani so'raydi unda? Ha, u ham mol va dunyoni so'raydi, harom emas. So'rashi o'zi ibodat, so'rashi ibodat. Haqiqiy mo'min odam iymonni so'raydi. Shukrni so'raydi. Rizoni so'raydi. Allohga bo'lgan muhabbatni so'raydi. Va mana shularning hammasini unga yo'lini o'rgatadigan ilmni so'raydi. Va qul robbi zidni ilma. Parvardigor, ilmimni ziyoda qilgin deb duo qiling deyapti. Ilm nima edi o'zi? Ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Ilm tiri voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Al-Hayy ma'nolaridan Alloh taolo hayo bilan sifatlangan. Demak, Alloh taolo bandasini qo'lini quruq qaytargani hayo qilar ekan. Astagfirullah. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bordir. Bas uni o'sha ismlar ila chorlanglar, yod etinglar. Musulmon odam Robbisining go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasiba olishligi kerak. Robbisini Al-Karim, sahiy zot ekanligini biladida, saxovat degan sifatni o'zida paydo qilishga harakat qiladi. Musulmon odam Robbisini Al-Hayy, hayoli zot ekanligini bildi va mana shu hayo degan sifatdan o'ziga ulush olishligi kerak. Hayo latif, go'zal xulq. U o'zini egasini qabih ishlarni qilishdan to'sib turadi. Behayo deb qo'yadi. Ya'ni qabih ishlarni qilishlikdan to'sadigan sifati yo'q odam, behayo. Har bir insonning tabiati, birodarlar, fitrati Alloh taoloning manhajiga muvofiq keladi, mos keladi, to'g'ri keladi. Fitrat. Fitrat nima? Insonning tabiati. Mana amri ma'ruf, nahy munkar degan so'zni bilasizlar. Amri ma'ruf va nahy munkarni bilasizlar. Amri ma'ruf yaxshilikka buyurish, nahy munkar yomonlikdan qaytarish. Ma'ruf yaxshilik, munkar yomonlik. Bilasizmi nimaga yaxshi ishlar ma'ruf deyiladi? Nima uchun yomon ishlar munkar deyiladi? Insonning tabiatiga uyg'un bo'lgan, tabiatiga mos tushadigan yaxshi amallar ma'ruf amallar deyiladi. Ma'ruf degani tanish degani. Munkar degani notanish degani. Endi insonning tabiatiga ters bo'ladigan ishlar bu munkar deyiladi. Ma'ruf tanish ishlar insonning tabiatiga mos tushadi, tanish ishlar. Endi gunoh ishlar bor, bular insonning tabiatiga tushmaydi. Nima deyiladi bu? Munkar. Masalan, yosh bolalar bir mushukni bolasini suvga tashlab qiynayapti. Haligini ko'rganda noto'g'ri deysiz. Qanaqa din vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar. Qanaqa inson bo'lishingizdan qat'iy nazar bu noto'g'ri deysiz, chunki tabiatingizga to'g'ri kelmayapti-da. Endi cho'kayotgan o'sha mushukni bolasini suvdan chiqarib qo'ydi. Nima deysiz? Yaxshi bo'ldi deysiz. Tushunyapsizlarmi mana terminlarni? Ma'ruf degani insonning tabiatiga tushadigan ishlar, munkar unga tushmaydigan ishlar. O'shuning uchun aytyapmiz, amri ma'ruf nahy munkar deyotgan paytimizda Alloh taoloning manhaji insonning tabiatiga 100% to'g'ri keladi. Demak, ma'ruf fitratga tanish ma'lum so'zlar, ishlar, munkar fitratga notanish, begona bo'lgan so'zlar va ishlar. Ma'ruf qanaqa amal? Nafsiz u bilan taskin topadi. Munkarchi u bilan nafsiz istirobga tushadi. Siz dindan bexabar, shariy ilmlardan bexabar bo'lsangiz ham, ma'ruf ish qilgan paytingizda qalbingiz xursand bo'ladi-da, yaxshi qildim deysiz. Ha? Endi noto'g'ri ish qilgan paytingizda o'zi mana oddiy misol sizlarga. Bir odam
Mashinasi bilan chiqolmay turibdi katta ko'cha qo'shilib. Mana hozir bo'ladi, mana. Ana shu chiqolmay turibdi. Bunday margat qilib qo'ydingiz, to'xtadingiz, o'tib ketdi. O'tib ketayotganda o'zingizdan davomli bo'lasizmi? Mana shu mukofotni boshlanishi. Demak, savobli, ma'ruf ishlarni qilganda insonning qalbi rohatlanadi. Yoki nabirot, deb qisib chiqarib oldingiz. Tushib ketay dedi, ariqqa to'lanib oldi. Deb qo'yasiz-ku. Ichingiz nima deydi baribir? Ha, endi bu fitrati, tabiati buzilmagan odamlar. Bekor qildim deb qo'yadi. Xulosa, ma'ruf degani insonning tabiatiga tushadigan va u bilan rohatlanadigan amallar, munkar degani insonning tabiatiga tushmaydi, uni qilib qo'yib istirofga tushadigan amallar. Ya'ni Robbimiz subhanahu va taolo bizga nimani buyurgan bo'lsa, tabiatimizga 100% tushadi. Ana shu narsani qilishligimiz bilan qalbimiz, nafsimiz orom oladi. Qaysi narsani shariatda qilma deb qaytarilgan bo'lsa, o'sha amalda qilishlik bilan birodarlar, biz qalbimiz taskin topmaydi, istirobga tushadi. Shuning uchun pokiza amallar ma'ruf amallar deyildi. Nopok bo'lgan amallar munkar amallar deyildi. Dalil faqim wajhaka lid-dini hanifa. Bas ey Muhammad alayhisalom, o'zingizni doimo to'g'ri bo'lgan hanif dinda, islomda tuting. Islomda yuring-da. Islom shariatidan chiqmang-da. Qalbingiz faqat huzur halovatda bo'ladi. Topsangiz ham qalbingiz huzur halovatda, topolmasangiz ham. Sog' bo'lsangiz ham, kasal bo'lsangiz ham, shariatda ramkasidan chiqmaydigan bo'lsangiz, qalbingiz faqat huzur halovatda bo'ladi. Chunki yoqmaydigan sizga bir ish keldimi? Pulingizni yo'qotdingiz, kasal bo'ldingiz, qandaydir aytasizki, Alloh taolo shu bilan meni gunohlarimni yuvyapti deysiz. Tushunalingmi? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qayerda qalbimiz istirobga tushib, qayerda qiylanib, qayerda pachag'imiz chiqayotgan bo'lsa, bilinglarki, biz tabiatimizga to'g'ri kelmaydigan yo'lda turibmiz ekan. Va nafsin va ma sawaha fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Jonga va uni raso qilib yaratib qo'ygan, unga fisq fujurini ham, taqvosini ham ilhom qilib qo'ygan, o'rgatib qo'ygan zotga qasam. Odam bolasi uni fitrati, nafsi, hozir aytdik, to'g'ri bilan noto'g'rini ajratadi. Agar tabiati aynimagan bo'lsa. Masalan, umuman din bilan ishi yo'q, ibodat bilan ishi yo'q, to'g'ri-mo'to'g'ri yurgan odam bachavozlikni paradan o'tkazamiz desa, bachavozlarning huquqi bor, bachavozlik yo'l berilsin desa, agar tabiati aynimagan bo'lsa, dindor bo'lmasa ham buni nima deydi? Bu noto'g'ri ish deydi. Qanday erkak aqlli qiladi deydi. Aqlga sig'maydi. Qanaqa ko'payadi inson agar bu narsaga ko'payib ketadigan bo'lsa? Deydi-da, dinda tushunmagan odam ham buni noto'g'ri ekanligini tabiatan ajratadi. Yana bitta sharti bor, agar uni tabiati nima bo'lmagan bo'lsa, aynimagan bo'lsa. Odam bolasi gunoh qiladi. Ana shu ishni gunoh ekanligini birov unga aytishi, tushuntirishi shart emas. Chunki tabiati bilan o'zi nima qilib turadi? Ajratib farqiga borib turadi. Uni pokiza fitrati bunday amallarni inkor qiladi. Shuning uchun islom dini birodarlar fitrat dini deyiladi. Alloh taoloni qaysi buyrug'ini bajarmaylik, qalbimiz orom oladi. Bomdodga turish osonmi, qiyinmi? Bizga oson. Uyqusi qochib ketgani uchun oson sizga. Men bu yerda uyqusi o'lmaganlar qiyin. Namozga turish qiyin. Lekin bilasizmi, bomdodda o'qiganingizdan keyin xursand bo'lib qolasiz. Yoki charchab turib jamoat bilan kelinglar xuftonda o'qib oldingiz. Xursandsiz. Tushunyapsizlarmi? Ma'ruf ishni tabiat taniydi. Ma'ruf ishni qilib insonning qalbi faqat huzur oladi. Qarang, odamlar olib maza qilganda Allohni tanigan banda berib turib maza qiladi. Birov urib qasosini olib pachag'ini chiqarib turib maza qilsa, Alloh uchun kechdim sizni deb qo'yib turib, kechirdim deb qo'yib turib maza qiladi. Islom insonning tabiatiga 100% tushadi birodarlar. Aynimagan tabiatlarga, buzilmagan tabiatlarga. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah va habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum
va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi. Fitrati aynimagan odamga iymon suyukli bo'ladi va uni qalbida iymon chiroyli narsa bo'lib ko'rinadi. Endi Alloh nima deyapti yana? Va sizlarga hamda sizlarga kufrni va payg'ambarga Allohga itoatsizlikni yomon ko'rsatib qo'ydi. Savobli ishni ko'rganda qalbingiz xursand bo'lib rozi bo'lyapti. Gunoh ishni ko'rganda qalbingiz norozi bo'lib iztirobga tushyaptimi? Demak siz mo'minsiz. Demak siz mo'minsiz. Siz qaytara olmayapsiz, kuchingiz yetmayapti, yuragingizni quvvati yetmayapti, ayta olmayapsiz, lekin munkarni ko'rganda norozi bo'ldingizmi? Mo'minlikning belgisi qulluq bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi sizga savob ish ham, gunoh ish ham bir xil bo'layotgan bo'lsa, uni qalbingizni tekshirib qo'ying. Hayo iymonning belgisi. Juda ham bir nozik nuqta bor. Gunohga botib qolgan bir odam agar Robbisi bilan kelishib olsa, tavba qilsa, bas u avval o'zini tabiati bilan kelishib olgan bo'ladi. O'ziga to'g'ri keladigan ishga o'tib oldi. Rohatlanadi mana shu holatidan va mana shu rohatni til bilan tasvirlab bo'lmaydi. Masalan, ichkilikka ruju qo'ygan odam, ichkilikni tashlab olgandan keyin bilasizmi qanaqa maza qiladi? Qutuldimi shundan deydi. Yoki bir harom ishga kirib ketgan odam bor, qimorvoz edi, yana nima deymiz, tarozdan urar edi. Shu ishini tashlagandan keyin shunaqa huzurlanadi, maza qiladi. Nimaga? Chunki mana shu qilgan ishi qalbi bilan, qalbiga uyg'unda, qalbiga to'g'ri keladi-da. Tavba qilgandan keyin bunday odam xuddi yelkasidan tog' tushgandek bo'ladi. O'zini yengil his qiladi, qalbi osuda bo'lib qoladi. Demak, birodarlar, hayo iymonning belgisi. Eng oxirgi rusumdagi eng qimmat mashinani oldingiz. Endi bu mashina bilan siz o'ydin chuqur, past baland, shipal, yama bo'lgan yo'lda ketyapsiz. Mashina shunaqa bir qiylanib yuradi, siz mashinaning ichidagi bo'lgan bizni tildagi navorotlardan foyda ola olmaysiz. Taqir tuqur qing'ilqishi, chang bo'sh mashina bo'lib yurdingizda, qiylanib, keyin birdaniga tekis asfaltga chiqib qoldingiz. Qanaqa ketadi mashina endi? Mana endi tekis yo'lga chiqqandan keyin mashinani hamma imkoniyatlardan foydalanishga imkon paydo bo'ldi, yo'l ochildi, hamma navorotlarni ishlatishga ham imkon bo'ldi. Endi ana shu o'rinda o'tirib, xotirjam, huzurlanib ketasiz. Mashinani hamma imkoniyatidan foydalanishlik tekis yo'lga chiqqanda bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagandek, inson gunoh ma'siyatlar ko'chasiga kirib, o'ydim chuqurlarda, shipal, chuqur yamalarda yurganda o'zini nafsidan huzur ola olmaydi. Mashina tekis yo'lga chiqib turib, o'zining imkoniyatidan foydalanishiga yo'l ochilgandek, inson to'g'ri yo'lga, sirotul mustaqimga chiqib olsa, tavba qilsa, gunohlardan tiyilsa, hayoti huzur halovatga aylanadi. Robbisi bilan kelishib olgandan keyin, gunohdan tiyilib olgandan keyin insonning qalbi shunday bir rohatni his qiladiki, til bilan tasvirlab bo'lmaydi. Alloh taolo al-Hayy bo'lgan zot. Bu uning sifatlaridan biri. Bu uning ismlaridan biri. Demak, Alloh taolo o'zini zotida ham al-Hayy ekan, sifatlarida ham. Alloh azza va jalla bizga, odam bolalariga, tabiatimizga hayoni joylab qo'ygan. Shuning uchun agar inson surbet bo'lsa, behayo, yuzsiz bo'lsa, bu odam boshqalarning ko'zida emas, avval o'zini ko'zida narxi tushib ketadi. Demak, behayo bo'lgan, surbet, yuzsiz bo'lgan odam odamlarda ham ko'zida tushib ketadi qadri. O'zini ko'zida ham qadri tushib ketadi. Bunaqa behayo odam, hayosiz odam fahhosh bo'ladi. Fahsh so'zlarni so'zlaydi. Hayo Alloh taoloning sifatlaridan, al-Hayy bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizga hayoli bo'lishimizni buyuradi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.